Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. 2026-yilgi FIFA Jahon Chempionatining nimchorak final bosqichida Braziliya va Norvegiya terma jamoalari o'zaro maydonga chiqadi. Uchrashuv AQShning Filadelfiya shahrida bo'lib o'tadi. O'yin AQShning mahalliy vaqti bilan 2026-yil 5-iyun kuni soat 16:00 da boshlanadi. O'zbekiston Toshkent vaqti bilan esa ushbu bahs 6-iyun kuni soat tungi 2:00 dan boshlab tomosha qilishingiz mumkin. Braziliya terma jamoasi o'zining texnik futboli, tezkor hujumlari va individual mahorati bilan jahon chempionatining bosh favoritlaridan biri hisoblanadi. Ular bu uchrashuvda g'alaba qozonib, chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun maqsad qilgan. Norvegiya terma jamoasi esa jismonan kuchli, tartibli himoyasi va xavfli qarshi hujumlari bilan ajralib turadi. Ular kuchli raqibga qarshi jasorat o'yin ko'rsatib, sensatsion natija qayd etishga harakat qiladi. Sizningcha bu qiziqarli bahsda qaysi jamoa g'alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.